Хәерле көн, дуслар. Бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Дәүләт Советына Татарстан Республикасының эчке һәм тышкы хәле турында еллык юллама белән чыкты. Әлеге чара 7-нче чакырыш парламентының 14-нче утырыш кысаларында узды. Әлеге чара Салих Сайдашев исемендәге зур концертлар залында үтте. Bugünkü irtaş şunday hislendire, yıl sayın bizim reisimiz Rüstem Nurgaliyevich deputatlarga müracaat etkende yana planlar koya, yana maksatlar, biz şu maksatlarga erişirge tırışabız. Dağında indi mine hazır kilesi yıl, nindi yıl bulaşak, nindi temaga bağışlangan, biz şunu bileşekiz. Nindi maksatlar iktisat yönelişinde, məğarif yönelişinde, avval hocalığı yönelişinde, her şu bütün maksatlarını barlap, biz bizim halkımız için, bizim Tataristanımız için bütünümüz birge reisimiz koygan şu planlarını üterge tırışaşamız. Bütün kişiler için şunday birleşiden neticelerini qarau hem gelecekte nindidir maksatlar koyuyor. Bizim için tıp maksat, bütün respublikamız için tıp maksat, her kişinin tırmış sıfatlarını özgertü hem tırmış sıfatlarını aşırtı. Biz görüyoruz bizim ko'rsatkichlar uzun 5 yılga qaragach, birinchidan aytik xizmat bozorida ishlovchi kishilarning soni ortib borishi, lekin kishilar yangi ish o'rnini topadi. Respublikamizda zo'r pромышленность potensiali bor ekan, yangi ish o'rinlari bildiradi. Anlarsın, ularning xizmat haqini biz baribir Naqlimtada ish beruvchilar bilan turamiz. Ham bugun butun Rossiya bilan solishtirganda bizning 62% respublikamizda yashay turgan kishi u ishli. Butun Rossiyada u 61%, okrugda 60%. Bu bek zo'r ko'rsatkich. Bizning ishli turgan kishilarning soni o'zgan 5 yil bilan chag'ishtirganda 80 mingga ortdi. Anlarsın muhtojlik natijasi u shulay turmush sifatini ko'rsatadi. Respublikamizda u tuvan ko'rsatkichlar orasında biz 2-nchi o'rinda, bizning 3%dan gina ko'proq kishilar uzg'anishga qarshi mana shu o'rindan kimrak yashaylar. Ham endi biz ko'ramiz, turli g'aylalarga bizning respublikamizda adresli yordam ko'rsatiladi. Aytik, invalid bolalarni o'stiruvchi g'aylalarda, ko'p bolali g'aylalarda ham ilkan kishilarga da zo'r qarash, ham zo'r e'tibor beriladi. Ham bugun yo'llamada men o'shanam, bugun da yo'llamada mana biz shu maqsadni kishining turmush sifatlarini o'zgartirish uchun maqsadlarni ishitirmiz ham ular bilan ishlarmiz. Umid etamiz bizga durust yo'ldan borga ko'rsatirlar deb bilma shulay durust yo'ldan yurtalari ilgarida Alloh bersa bizlar butun bizga bergan порученияларni ishlab chiqishga kuch yetsin bizga. Shularlikda o'yin vaqtlar yengil tugul, qatlovli, lekin ishonish, umid problemalarni yechib o'tkazib men shunday ishlaganimda chunki biz byudjet proyektini kecha qoradim parlamentga so'zilgan bo'ldi. Shu butun og'irlikqa qaramasdan byudjet сбалансированный, butun sotsialniy yoqdan byudjet yog'idan, byudjet sfera yog'idan butun yerda davlatning обязательстволары barcha saqlangan. Oilalarga, bolalarga, o'g'illarga ham boshqa sanoat yog'idan, sport, bütün sosyal yoqdan da bütün обязательстволар bu yildan da kim bo'lmay, ona ko'ra turmushni quvontirishga olg'a borga bo'ladi. Benim Rustam Nurgaliyevich yo'llanma yıl sayın bir konkretik var. Biz onu bir kütübüz. Ne işin ekseriz bizim devletler işlerinde de şu yollamadan sonra
чыга протокол, көнсе ул протоколдан эшне башлайсың, кичтән ул протоколдан эшне битерәсең. Шуңа күрә менә шушы юлламада бөтен иң мөһим эшләр алдагы елга бөтен истиләр кушыла, куела. Шуңа күрә бу бик очень важный день. Бик мөһим кем? Бик мөһим день. Reisibizning burçlar qo'yildi ham shunisi da quvonchli butun dunyo tatar kongressi tarafidan taqdim etilgan To'qay yili to'plandi. Albatta bizning buyuk To'qayimiz mana biz har bir millatda umuman shaxslar belgilaydi. Ham To'qayimiz orqali bizning bir butun tatar dunyosin to'play turgan simbol. Çünkü To'qay yılı deb e'lon etilgan vaqtda xalqimizning eng birinchi shiratda tili, milliy g'arab-odatlari, yig'olari, tariximiz, ruhiy merosimiz ko'zimda tutar. Hamda albatta mana haligi Tatarstan Respublikasi raisining Davlat Sovetine bo'lgan yo'llamasida bugungi kunda Tatarstanimizning Tatarstan bu tatar dunyosining ham xalqimiz uchun ruhiy vatan. Mana haligi har bir tatar dunyosida olg'a borgan ishlarning negizida da albatta Tatarstan.